Yo, hammaga salom bolalar. Bu ikkinchi qism videosi. Bugun yo qochamiz yoki-da butun umrga bu yerda qolamiz. Va bir narsani sezib qoldim. O'tgan safar meni videoyim 1300 marta ko'rilibdi. Bu uchun hammangizga katta rahmat. Kanalimga rivojlanishiga hissa qo'shib, like va obuna bo'layotganlarga katta rahmat. Iloji boricha zo'r videolar chiqarishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Qo'riqchi kelyapti, qo'riqchi. 3,5 metr pastga qoz dedi. Hozir qo'riqchi bir kelib ketsin, keyin 3,5 metrda bosamiz. Da, kelyapti mana. Eshikni yopib ketadi. O 22:00 gacha. Yo. Vaqt bermabdi. Boyagidek, kechqurungidek vaqt ekan debman. Qozishni boshlayveramiz. Bir kerakli va nimadir sotsa bo'ladigan narsa. Chiqish kerak. 3,5 metr shunchalik balandmi? Kim bilsin. Tuproq olaveraylik, 42 sekunddan keyin keladi ana u. Qo'riqchi. Tiqilib qoldi-ku. To'rtga nima bo'lyapti? Eng tig'iz paytlarda tiqilib qolsa yana shunaqa. Da. Davay. Hammasini qo'yib berdi, bizga kerakli narsa yo'q. Qo'riqchini chaqir. O'zi kelyapti-ku. Voy bilan. Qo'limdagi bilan chiqib borimman. Voy. Xullas bolalar, yana qaytdim va men yangi narsa sotib oldim. Mana buni. Qiziq, qanday ko'rmay ekan-a buni? Karavot tagiga turibdi-ku. Mayli. Endi ikkinchi xatoni takrorlamaymiz. Mana yaxshigina qozib ham qo'ydim bu yerda. Davom etamiz. Yaxshi narsalar chiqyapti. 34 ta. Mayli, ko'raveramiz. 34 ta bo'lsa ham 50 ta bo'ldi. Endi nimadir ham olsak bo'lar-a? Birinchi o'rinda bizga 5 taga energiya kerak. Menimcha 4 taga sotadi. 3 taga sotar ekan. Yaxshi, energiyamiz to'ldi. 50 taga nima bor? Xo'sh. 200 ta. 50 ta buni olib qo'yaveraylik. Nima bo'lsa. Ana tezligimiz oshdi. Sizlarga bilindimi yo'qmi, lekin tezlik oshganday. Qo'riqchi kelyapti. Davay, tezroq kelsangchi. Biz ishni boshlaylik. Qamoqxonadan bugun chiqib ketish kerak. Va anavi. Medalmi, tangami, nima bo'lsa. Energiya tugadi, sekingina chiqaveraylik. O'zi mana qorong'i tushibdi. Oxirgi marta sotib olishimiz. Mana shu qo'riqchining oxirgi marta kelishi. Ana bu yerda bir narsa qolib ketibdi. Mayli. Yashir buni. Davay. Oldik, oqizib yuboramiz. Boyaligan qo'yib qoldi, balki oxirgi soniyalarda tiqilib qoldi. Qiziq emas, davay. Bugun men bu yerdan chiqib ketmasam, tiqilib qoldi. Narsalarni joylashtirib tashlaymiz. Menimcha sal qimmatroqqa ketadi. Tangani tashamadi-ya. Qo'limizda hech narsa yo'q. Tangani tashamadi. Menimcha tanga 22 ta. Gap yo'q, 22 ta bo'lsa 22 ta. Oxirgi marta energiya olayapmiz bolalar. Okey, yo'qol, yo'limdan qoch uka. Oxirgi marta energiyani olib, yaxshilab qozib, bu yerdan uchib yo'q bo'lib ketishimiz kerak. Koinot miqyosida yo'q bo'lib ketishimiz kerak. Chiqib ketamiz bu yerdan. Mana nima? Podval, boyagi anoda aytgan podval o'sha yer. Xo'sh. Kechqurunni hozir bu oxirgi marta kelishi soat 22:00 da chiroqlar o'chadi hozir. Ana. Chiroqlar o'chdi, menimcha kelmaydi ham. Yo'q, keladimi? Qo'riqchi. Kelar ekan.
kelmayapti-yu. Ochiq qoldirib ketishdi. Qoyil. Ishlayveramiz, davay. Davom ettiraveramiz. Menimcha o'yinda qanaqadir bug bo'lib qoldi shekilli. Bizga farqi yo'q, biz bundan foyda ko'ramiz. Oriflayda videosida yana bir narsani ko'rgandim. Chiroq ham kerak bo'lar ekan bizga. O'zi ancha chuqurlashga sari sekingina ham qimmatli narsalar chiqyapti, ham qorong'ilashyapti. Lekin men sota olmayman-ku. Siz tarafgacha kutamiz. Yo'q, kutmaymiz chunki ochiq qoldi-ku. Anavi ochiq qoldirib ketdi. Xullas, tong otdi bolalar, mana qo'ldan kelgancha. Nima bo'ldi? Xatni o'qiymiz. Tiqilib qoldim. Tiqilib qoldimmi? Nima bo'ldi? Tiqilib qoldim shekilli. Biz e'tibor bermaymiz. Yopmasam ham bo'ladi o'zi. Buni yeb olib, asbobimizni olib boshladik. Tanga yomon emas. Oho, qaygadir keldik biz. Hozir bu qanaqadir qabrmi nimadir edi. Buni hozir ochishga ulgurmaymiz. 3 sekunddan keyin kelib qoladi. Uka, mana shuncha narsa bu. 232 ta. Yo-mayo. Negotiate qilish kerak. Uka, hammasini ber. Pluslar bular ham biladi o'zining qadrini. Buni qaranglar, bundan ko'paytirib bo'lmayapti. 282 tagacha ko'paytirish mumkin ekan. Shundoq sotavergan yaxshi. Davay. 282 ta bolalar, 282 ta. Udarga 3 sekund vaqt berdi. Ketdim. Xo'sh, birinchi yaxshi qozadigan narsa sotib olishim kerakmi? Yo, birinchisi energiya. Birinchi energiya sotib olamiz. Hop, keyin invertorimiz yaxshi va yaxshi qozadigan asbob. Tova bilan qoz bo'lar ekan, mahmoq. Kir. Davay qo'ydim. Men yaxshi mahbusman. O'tgan safar mana shu yerdan chiqib ketavdim. Bitta lag berdi, tashqarida o'zim ko'rdim-da. Bo'pti, sog' bo'l. Men bugun chiqib ketaman ona. Ovqat vaqtigacha bor edi-ku. Beshdan beri yuqordim. Men boshdan boshlamoqchi emasman. 5 dan bersam berim mana. Yaxshi, zo'r. O'lib qolardim. Uka, ishimizga nima ekan? Oshxona olib beraymi? Yo noto'g'ri tarjima qildim, yo ino oshxonani so'ra. Davay. Omad, bilasizmi, bunaqa qimorda omad nimaga keladi? Plyus ko'p bo'lsa keladi. Buni ana o'zi 100 ta 2x qilib berdimi? Yep. Hozir sizlarga misolini ko'rsataman. Nimaga qimor o'ynamaslik kerakligini. Menimcha yutdik. Endi o'yin bilan hayot farqi bor-da. Ayo, sizlar bilan o'ynalmayman. Nima? Qanaqa o'yin? Kartami? Yo'q. Bitta narsa shubhali-da. Qamoqxonani ichida bunaqa jackpot mashina nima qilyapti? 45 marta aylantirishim bor. Guard coming emas, guard ketyapti. Mana. Nima uchun o'ynash kerakligini tushundinglar. Buni qanday ochamiz? Mana ochilyapti.
bile. 4 ta suyak chiqdi ichidan. Kalit, asosiy kerak narsa. Sotyormaymiz. Tagini qo'ysak hozir ham yaxshiroq narsalar chiqarar. Narsasi. Hamma narsani oldim. Doyi yo'q. Hammasi yaxshi. Bizni o'ldirishmaydi. Yashaymiz. 22:00 gacha vaqt bor. Bilasizmi, bo'ldi. Bir narsani o'ylab qoldim. Xo'sh, bugun ham boyagi o'tgan safargi taktikani qilamiz. Bilsangiz, mana shu 30 sekund qolganda chaqirish kerak. 30 sekunddan kamroq vaqt qolganda chaqirsak, ana o'shanda keyin yana kechasi bilan vaqtimiz bo'ladi. Ana undan keyin iyu bo'ladi. Keyingisida nima sotyapsam ekan? Backpackmi? Sumka. Kelyapti. Qo'limda hech narsa yo'q. Ha, yo'q. Meni o'zi hech bunaqa narsalarda olmadim kelmaydi. Bunaqa kartada yutish, shunaqa aplos ishlarga, men aralashmayman ham, sizlarga ham tavsiya bermayman. Sotamiz buni. Voy, tentak, nima sotib yubordim? Farqi yo'q. Okey, bro. 30 sekundda ko'rasiz. Hazırlashdim. Energiyani to'ldirib yubor, menimcha sal tez ish qilib qo'ydik. 100 ta. Okey, 100 ta. Bunga ham energiyani sal kuchaytirish kerak. Sekinroq ketadi agar buni kuchaytirsak. 0:0 da kelib qolsa edi-da. Vaq, esiz. Yana bir marta chaqirsak bo'ladi. Aniq bilaman, yana bir marta chaqirsak bo'ladi. Davay, chaqiramiz. Kel. Haha. It's not get to Oy, seni basharingni. Sen qo'lay keyin tushaman. Sal kechira chaqirib qo'yibmiz-da. Gajin ham shunaqa gajin. Da varzandir. Ana ertalab bo'ldi. Yana tiqib qo'ydim yerga. Qo'riqchi kelguncha ancha bu. Chicha qozib qo'ysak bo'ladi. Ovqatchani urib olamiz. 6 ta narsani taxlaymiz mana yerga. Buni oldik. Xat menga umuman kerak emas uka. Xatni keyinroq o'qiyman, vaqtim yo'q hozir. Narsalarni qo'parishim kerak. 10 metr qozgandan keyin toshga urilasan deyapti. Unda anaqa parvo qilma. Yana clayma bir nima bor deyapti. Faqat sen yangi narsaga boshqa yo'nalish topishing kerak dedimi? Uni uchun endi kompas berami, kim bilsin. Hammasi joyida. Sen nima kelding uka? Yo'qol uka. 52 ta deydi. Negotiate qilsak bo'ladimi? Bizda pulimiz ko'p hozir. Davay. Oldik. 7 sekund yo'qol uka. Hozir lunch breakgacha, lunch breakgacha hali bor demak. Da borlar, lunch breakgacha bor 200 ta. 100 taga nima bor? U kakras backpack kerak edi bizga. Hey. Yulduzchamiz yo'qotib qo'ydik mana bu. Suv idishdan kerak edi ana katta bir balo Jackga. Umuman farqi yo'q, Jackmi, Pumble Breakmi. Bugun men qochaman. Menimcha kamida 40 minutlar bo'ldi-yo bu o'yinni boshlaganimga ham. Hali edit qilib buni yarmini urib tushirishim kerak. 40 tashlashim kerak. Yaxshi joylarni, bo'sh qolgan joylarni. O'zi ovqatgacha vaqt kelib qoptimi deyman. Narsalarni sotaylikchi. 69 ta berasanmi? Ol. Bo'ldi, 7 sekundda ko'rmasang uka aytib qo'yay. Burunduqqa aylanib qolay. 40 taga kelsa bu. 11 ga kelsa. 1 minutda hech narsa qilishga ulgurmayman.
Tinchgina bitta aylanib kelishim kerak. 200 ta deydi. Yaxshi. Hech narsa sotib olmaymiz, hatto ovqat ham, chunki hozir o'zi obed vaqti bo'lib qoladi. Obed vaqti o'zi mana 1 minutdan keyin obed vaqti bo'ladi. 1 minut kutsak, sabr qilsak, shu bilan tamom. I just hit the jackpot. Yeah. Oneni mayr. I just hit the jackpot. Qo'rqchi ushlab urib o'ldirmaguncha o'ynaveraylik. Jackpot. I just hit the jackpot. 3 sekund qolgan jackpot. Voy bala. Ozgincha qolgan jackpot urdim qoyil. Hammasi joyida. Hech narsam yo'q-ku. Dezimiz qolaver. 2 minut vaqt bersin-chi. Warehouse-da eshigini och deyapti bizga boya. Bu kerak emas. Gantel nima qilaman? Sumka. Qiziq emas. Warehouse-da och. Ibi o'ylay, siz kim? Yo-mayo. Mayli tog'a erta kelaman. Ishni yopmaymanmi? So'yadi agar. Sebisi bizga o'shani olishimiz kerak. Chiroq. Inverter full bo'lib qoldik. Dinamit. The hell? What? Bo'ldi, pastdagi anurga to'ldi. Energetika ham olsak bo'lar ekan. Olish kerak. Bu boyagi kechqurun boya bak qilib qo'ydik-ku, bilsanglar. Ana shunda o'sha vaqtiga energetiklarni narsalarni to'ldirib yuborib turib, masalan, ertaga yo bo'lmasa bugun o'ziga, masalan, hozir chiqib ketsak bo'ladi. Hak qilib qo'yamiz, energetiklar bor, energiya beradigan. Qo'riqchini chaqirishga hojat bo'lmaydi. Hamma uxlagan vaqtda kamida bir 5 minut vaqtimiz bo'ladi. Ya'ni bularni anonsida endi soat o'shanda chiqib ketishga bemalol ulgursak bo'ladi. Hozir ham chiroqlar o'chishgacha ancha bor. O'zi mana pastda qanaqadir beton uchraydi deydi, hali betonga yetib kelmadi. 10 metrda deydi. Voy, 10 metrda. Men qanday qo'zaman-i? No farqi yo'q. Qaytib kelishigacha, ana shungacha tun tushib chiroqlar o'chadi. Ana undan so'ng ishga kirishsak bo'ladi. 655 ta. Jackpotni yutganman, hali ishonmayman. Zo'r yutib qo'ydim lekin. Okey, kerak narsalarni sotamiz. Kutamiz 30 tagacha. Bizga 30 sekund vaqt beradi, chunki 30 sekunddan keyin qaytadi bu. Mayli, 32 ta bo'lsin-chi. Go. Davay, sotdik. Mana. Bo'ldi, 30 sekundda ko'rasiz akam. 30 sekundda kelmaysan-ku, plus uxlaysan-ku o'zing. Mana qaranglar, 30 sekundda kela olmaydi, hozir svetlar o'chadi, ichkariga kirib turadi. Oldi. Mana opa ana qilmaydimi? Negotiate the sell expansion with Mr. Druzy. Maniki bizda soqqa ko'p aka. Opa. Furniture deydi. Puling ko'p bo'lsa deydi, mebel ol deydi. Qaysidan tanlaymiz bolalar? Bundaqa yotadigan ham ayyo bu milliarderlarniki ekan. Bizga mana o'yin bo'laveradi. Ovarish kerakmi buni hali? O'zimga bildirasiz. Hali ham men tunda sotyapman. Qo'yib bo'lmay, qayerga qo'yib bo'ladi? Bu tomonga ana o'tiradi-ku. 10 metr pastga tush deydi. 10 metr uchun bizga juda ko'p narsa kerak. Dinamit ham bor ekan bolalar. Qanaqadir poster. No.
Hell no. Mana unda energetiklarni qo'ysak bo'ladi valla. Sotib olish kerak. Qo'parib ketaman bugun. Ertaga ham jackpot o'ynasam, vahuya summa yutib olsam, buni mana bu yoqqa joylashtirsam yaxshiroq bo'lar. Buni sal bu yoqqa joylashtiramiz ana. U cher joydan o'tkazib bo'lmaykanda. O'sh sizlardan nima olishim kerak? Turinglar hammang tur. 200 ta. O chegirma, o qoyil. Ana gullarni sotsak chegirma beradi. Nima qiladi bu? Gul sotsak chegirma beradi rostdan. Shunga o'xshayapti. Kofe mashina, arzonrog'idan sal sotib olmasak, mana chiroylimi bu? Chiroyli. Arzonrog'idan sotib olsak, keyinchalik qimor pulni ko'paytirishga ham vaqt bo'ladi. Uxlayoramizmi? Hozir qozamiz. Bugun chiqib ketish kerak edi. Hali dahoya vaqt bor. Sharmanda qilsa edi, gilamni olaman deb turib, furnijurni olib, keyin milsa kelib qolib turib. Mayli bolalar, 10 metrdan keyin ko'rishamiz. Mana aytdim, oxiriga yetdi-ku bu. Endi bittaridan tikib o'ynab o'tirasiz. Endi aytmoqchiman, ana uni yigitning missiyasini bajarib turib pul ishlaymizmi dedim. Ha yo'q. Hech qachon. Davay. I just hit the jackpot yana. Ana yana 30 sekund qo'yish. Mag'lab eshikni urib yormoqchimi? 9 tanga. 8 tanga. 7 tanga. 6 tanga. 5 tanga. Oxirgi umidlar 4 tanga. 3 tanga. 2 tanga. 1 tanga. Nihoya pul qolmadi. Va endi aytishim mumkinki, biz kambag'al bo'lib qoldik. Tugab. What the fuck? Yopib ketibdi buni. Energiyani berdi, hozir men shu bo'lsa o'ldiradi. 400 olmishdi. Yo'q, kontentdan cho'z. Oyoq kiyimga chalib bor, uka. Ishlasam yana olarman. Ya, men demoqchi. Fuck! Nima qildik? Ayo, bor ekan, buni qaranglar, saqlanib qo'yil. Men yana ana qozib o'tiramizmi deyman, 100 metr. Bolalar kommentariyada boshqa o'yin so'raylar. Davay, charchamanglar. O'shancha qilganimiz